Tugab borayotgan 2025-yilda Samarqand viloyat aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati o'z ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda shahar va tumanlarda 59,3 kilometr ichimlik suvi tarmoqlarini tortdi. 104 ta mavjud suv inshootlariga yangi nasos uskunalari o'rnatildi. 76 ta rezervuarlar, 1230 ta suv minoralarining barchasi 100% tozalanib, yuvish va dezinfeksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Joriy yil davomida viloyatda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 8 ta suv inshooti qurildi. 4 ta mavjud suv inshooti to'liq rekonstruksiya qilindi. 51,6 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. Ushbu ishlar natijasida 5593 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 810 nafar aholini ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Shuningdek, yil boshidan Samarqand shahrining mikrorayon va So'g'diyona maskanlarida ko'p qavatli aholi turar joylarida 80-yillardan beri yuqori qavatlarda ichimlik suvi chiqmaslik muammosi mavjud edi. Yil boshidan Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu hududlarda 42 ming nafardan ziyod aholi yashaydigan ko'p qavatli turar joylarda ichimlik suvi soatbay rejimdan uzluksiz rejimga o'tkazildi. Yil davomida ushbu ishlar davom ettirilib, Samarqand shahri Bog'baland hududidagi 6 ta mahallada yashovchi 27,159 nafar aholini ham ichimlik suvi ta'minoti soatbay rejimdan 24 soatlik rejimga o'tkazildi. Joriy yil yakuni bilan Samarqand viloyat aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 78,6% dan 80,5% ga oshirildi. Oqova xizmati ta'minoti esa 22,1% dan 23,2% ga yetkazildi.